challenge'imizda to'xtab qoluvdi mana. Bugun уже 8-oy, 59-dars bo'ldi. Oraga motivsiz video qo'sha olmadim. Nima uchun? Chunki hozir qanaqadir tushunarsiz holat menda bo'lyapti. Buni hozir ustozdan so'raymiz, qanaqa holat. Nima bo'layotganini bilmayapman, qanaqadir gaplar tuzayotganda, masalan, rus tilida gapiradigan bo'lsam, o'zbekchadan ruschaga tarjima qilardim. Hozir gap tuzib gaplashadigan bo'lsam, masalan, ayolim bilan, bu yerda primoy menga oson bo'lyapti, nimagadir ingliz tili. Shunga hozir ustozdan maslahat so'raymiz. Ustozimizdan sizlar Sabrina bo'ladilar. Assalomu alaykum еще раз. Assalomu alaykum. Menda mana shunaqa holat bo'lyapti. Qanaqadir o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilsam qiynalib ketaman. Nihoyat o'zim fikrimni ingliz tilida to'g'ridan-to'g'ri aytadigan bo'lsam, oson bo'lyapti. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, shu to'g'risida bu ozgina tushuncha bera olasizmi, iltimos? Bizning metodikamiz shunaqa ishlaydiki, xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Biroz vaqt o'tgandan keyin o'zi avtomatik holatda ingliz tilida o'ylashni boshlaysiz. Chunki o'zi masalan ingliz tilida gapiradigan odam bilan gapirganda tarjima qilishga vaqtingiz bo'lmaydi o'zi aslida. Shunaqa qilib ishlaymizki, faqat ingliz tilida o'ylashni boshlaysiz. Menda hozir kechagina ayolim bilan bo'ldi, qanaqa menga ruscha so'z aytayapti-da. Uni tarjima qilib bera olmayapman. Lekin agar mana shu fikrni o'zim bildiradigan bo'lsam, ingliz tilida o'xshabyapti. Nima qilsam bo'ladi bunda? Bu hech qanaqa muammo emas. O'zi shunaqa bo'lishi shart. Uje nima desa bo'ladi? Inglizlarga aylanib boryapsiz. O'zi maqsadimiz ham shu, ya'ni ingliz tilida o'ylashni o'rganib, ingliz tilida gapirishni o'rganishimiz kerak. Metodikamiz agar qolganlar ham kelmoqchi bo'lsa, xuddi shunaqa effektga ega bo'ladi, shunaqa effekt olishadi.